Ya'ni mazhabdan mazhabga o'tishlik, mazhabdan mazhabga sakrab yurishlik bu o'zi talfiq deyiladi. Talfiq nima degani desa, bir masalada ikkita mazhabdan yengilini olish degani. Endi mazhablarda o'zi hamma mazhabda ham yengil joylari bor va o'sha nafsga og'ir keladigan mashaqqatli jihatlari ham bo'ladi. Bir mazhabda sobit turishlik insonni o'sha mazhabdagi hukmlarni mashaqqatli joylarini ham olinadi va yengil kelgan joylarini ham olib ketilaveradi. Ya'ni bir xil bitta mazhab turish afzallik jihatlari juda ham ko'p. Endi mazhabdan mazhabga sakrayverish masalan, bu insonni o'sha havoyi nafsiga uchishiga olib keladi. Nuqul yengilini qidirish, mashaqqat kelganda bir og'ir bir masala kelganda uni tashlab ketib, faqat yengilini qidiraverishlik insonni bu o'sha havoyi nafsiga olib keladi. Shuning uchun ulamolar talfiqni harom degan aslida. Ya'ni harom deyishligi faqat yengilini qidirishlik. Nuqul yengilini o'zicha o'zi olib ketaverishlikni shuning uchun harom deydi ulamolar. Endi ko'p ulamolar bu haqda mazhabdan mazhabga sakrab ketaverishdi. Albatta qoralab gapirishgan, masalan, Kavsariy rahimahulloh o'zlarini o'sha mazhabsizlik, dinsizlikka olib boruvchi yo'l yoki ko'prik degan o'sha kitoblari bor. Kitoblar bilan hammasini keltirib berganlar. Ya'ni borib mazhabsizlik inson hatto dindan chiqarib yuborishligini aytganlar. Chunki nuqul yengilini izlashlik, albatta insonda nafs bor. Nafs yengilini xohlaydi, masalan, yengilini olishni xohlaydi. Nuqul shu havoyi nafsga ergashishlik borib hattoki insonni dindan chiqib ketishlikka sabab bo'ladi deganlar. Ya'ni o'sha Kavsar rahimahullohning o'sha kitoblarda kelgan gaplari insonni mazhabdan mazhabga sakrayverishligi o'zini havoyi nafsiga o'zini qul qilib qo'yadi va haqda tura olmaslikka olib keladi deganlar. Bunaqa inson haqda tura olmay qoladi borib deganlar. Shuning uchun bu juda ham xatarli ish. Endi mutlaqo mumkin emasmi, masalan, umuman buni bir mazhabdan boshqa mazhab hukm olib bo'lmaydimi desa, buni qilsa ham o'sha mushtahid darajasiga yetgan ulamolar, qozilar qiladi deydi ulamolarimiz. U ham hammaga emas, bir xos odamga, ya'ni bir mustar bo'lib qolgan, bir mazlum bo'lib qolgan, bir og'ir vaziyatga tushib qolgan odamni avval uni o'rganib, holatini yaxshilab o'rganib, shu vaziyatdan chiqishligi uchun, o'sha mazlum holatidan chiqib ketishligi uchungina va o'sha odamni xos o'zigagina bu fatvo beriladi. Ya'ni boshqa mazhabdan o'sha hukm olib, shu odamni shu vaziyatdan chiqarib yuboriladi. Ya'ni o'ziga yengilini izlab, o'ziga fatvo qidirib ketavermaydi. Va qozining o'sha aytgan hukmi faqat shu odamga xos bo'ladi, faqat o'sha safargina xos bo'ladi. Ya'ni har gal shu vaziyatga tushib qolsa, yana avval shunaqa fatvo bergan edi menga deb, yana o'shandan foydalanib ketavermaydi. O'z bilamizki, muftiylar bilan qozilarni, masalan, qozining o'rtasidagi farq, muftiyning gapi umumga, ommaga xos bo'ladi. Hamma amal qilib ketaveradi. Lekin qozini fatvosi faqat bir odamning holatini o'rganib bo'lgandan keyin o'sha odamgagina xos bo'ladi. Bu yerda ham agar qozi bir odamni o'sha mustar holatida, bir mazlum holatida shu vaziyatdan chiqishligi uchun sharoitini o'rgansa va shungagina ehtiyoj tug'ilgandagina boshqa mazhabdan bir hukm olib, o'sha odam shu vaziyatdan chiqarib yuborishlik uchun bir ikki marta uni qo'llashligi mumkin. Bu degani doim inson degani bir mazhabdan boshqa mazhabga o'tib yurishligi degani emas bu.